Nima, magazindan 2 pachka sigaret olib chiqib, yoqib yuboring. No problem. Mana qo'limda siz aytgan narsa, hozir chekkaroq joyga keldim, bularni yoqib yuborish uchun, chunki shaharda ham hamma joyda ham yoqib o'rmaymiz, ketib yoqamiz. Hozir mana shu yerda yoqamiz. Mana yonyapti. Ko'rib turibsizlar? Shart bajarildimi yo'qmi yozib qoldiringlar. Yozib qoldirgan shartingizni bajarish menga juda ham yoqdi. Bajonidil bajardim, to'g'risi. Chunki men chekmaydigan, ichmaydigan insonman. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Siz ham bu yerga ham kommentariyaga shart yozing va Telegram kanalimga o'tib ham shart yozing. Shartingiz двойной bo'ladi. Xudo xohlasa, bajarishim tezroq bo'ladi. Hozirroq kommentariyaga kiringda, shartlarni prikolnisini yozing. Podpiskani bosing, like qizartiring, do'stlarga maksimum jo'nating. Har doim kommentariyangiz toplarda turadi. Meni tanlashim osonroq bo'ladi. Albatta shunday tashab ketmaymiz, o'chirib ham qo'yamiz. Shunaqa prikolni shart yozganligingiz uchun lichkaga karta qoldiring, ko'ngildan chiqarib pul o'tkazib beraman.